Nima? Ering dastur sovg'a qildimi? Qizilidanmi? Voy. Bir haftaga sharm-el-sheykga ketyapsizlarmi? Ering plan berdimi? Yo'q, kuymayapti. Yo'q, kuymayapti. Bo'pti, yoqmayapsan. Davay. Meni ham erim bor. Lekin daysin yo'q. Sharm-el-sheyk ham yo'q. Pul yo'q. Undan nima kam joyim bor? Men ham ketaman. Sharm-el-sheykga. Qizil daysin bilan. Dadasi. Ha? Ishlaymi? Mana 2 yildan beri tinchgina qisib yashayapmiz-da. Nima? Qisib yashash yoqmayapti. Yo'q, yo'qyapti. Lekin shu 2 yil davomida shunchalar odobli bola bo'lib yashadingizki, shu uyimizdan tiq etgan ovoz eshitilmadi-ya. Tiqillasinmi? Men odamlarim bilan gaplashib bitta xulosaga keldik-da. Siz jimotsiz. Uying bor, qorning to'q, usting but. Yana nima kerak? O'may qarada, ana miyangdagi odamlarga aytgin, tushundingmi? Ishdan bo'shasan. Men hozir sizga isbotlab beraman. Mana 2 yildan beri meni biror marta xafa qilmadingiz. Agar meni xafa qilib qo'ysangiz, ko'nglimni olish uchun rasxod qilishingiz kerak. Men ham ammamni buzog'idek bir oylab yotib olib arazlayman. Obedda qatuv ichmoqmiding? Maqsadga o't. Daysini olib berasiz. Qizilidan. Ko'kidan bo'lmaydimi? Undan keyin sharmil-sheykh. Tilingni sepib chiqib ketdi. Misrga deb qo'ya qol bo'ldi. Xullas, o'sha yerga olib borasiz. Keyin plan berasiz. Shu aytganlaringni qilsam, mazaq semirasanmi? Ha. Cho'chqaday semiraman. Ota, bitta narsani tushun. Odam orzularsiz yasha olmaydi. Agar hozir sen aytgan narsalarni qilib bersam, seni orzularing amalga oshib qoladi. Sen orzusiz qolib ketasan. Tushundingmi? Mana shuning uchun seni orzulardan mahrum qilmoqchi emasman. Rostdanami? Men orzusiz qolib ketamanmi? Ha, yo'q, unda kerak emas. Senda orzu bor, uyimiz tinch. Senda orzu yo'q, uyimiz notinch. Shuning uchun xotin, orzularingni asrab avayla. Agar kerak bo'lsa, yana bir ikkita beraman. Bo'ldi. Asrab avaylayman. Demak, dugonam orzusiz qolib ketdi. Tovuq miya. Yomon umidsaman,